o'ng tomonimizda ana Masjid-i Namira turibdi, 6 ta minorasi bilan. Ko'rinyaptimi? 6 ta minorali masjid ko'rinyapti. Masjid-i Namira o'sha katta hajda peshin bilan asrni jamlab o'qiydigan masjid shu. Bir yilda bir marta haj mavsumida namoz o'qiladi shu yerda. Peshin asr birin-ketin. O'sha imom vaqti. Birinchi azon aytadi, azon aytib peshin o'qishib oladi. Peshinda sunnat bo'lgandan farzga iqomat aytiladi. Keyingi sunnat to'xtaydi, o'qilmaydi. Orqasidan yana bitta iqomat aytadi, asr o'qishadi. Lekin bitta azon, ikkita takbir. Bir azon, ikkita takbir bilan o'qishadi. Keyin bular tong botishi bilan kun botishi bilan Muzdalifaga qarab yo'lga tushadi, Arafatdagidan. Ulovda, piyoda, asosan piyodalar yo'li bor, hozir ko'rsatamiz. 4 ta katta piyodalarga ajratilgan yo'l bor, katta keng. Bular piyoda 4 kilometr, 5 kilometrga yaqin, 4 kilometr oshig'i joyga Muzdalifaga piyoda ketishar ekan. Katta hajdagilar. Yo'q, ulovda ketsa ham bo'laveradi. Lekin odam ko'pligidan hammasini million odam toshib yubormaydi. Ulovda ham ketadi, bu yerda ham ko'proq ketadi odam. Ha, yuraveradi. Ha? Yo'q, bu tepadagi yo'l tezyurar poyezd elektrichkan yo'li. Arafatdagi elektrichkan stansiyasi shu. Misol uchun tezyurar poyezdda kelganlar mana shu yerga tushadi Arafatda. Bo'lyapti.